Xo'sh, demak, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 6 yanvar Euro USD ni New Yorkka tahlil qilamiz. Birinchi bo'lib Forex Factory ni ko'radigan bo'lsak, ya'ni yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, xo'p, soat 60 bank holiday bo'ldi. O'sha yevroda bank holiday bo'ldi va USD ga hozircha emas, bugun yangilik yo'q, demak. Euro USD ni tahlil qilamiz. Kunlik time frame ga e'tibor bersanglar, bizda o'sha kunlik time frame da mana bu o'sha oylik price open, ya'ni oylikda o'sha dushanbadan boshladik va narx uzunman kecha ham gaplashdik, prям pastga tushib kelyapti va kecha biz grab kutayotgan edik, lekin grab bo'lmadi, sweep yopildi va bugungi candle ga e'tibor bersanglar, candle ochilib kunni high nuqtasini qo'ydi deb o'ylaymanman va PDH ni yechdida pastga qarab ketyapti. Agar bugungi candle'da hech narsa bo'lmasa ham, ya'ni shunchaki candle bo'lsa ham, ya'ni bunaqa price shunchaki candle ochiladi, yopiladi-da, undan keyin ertangi candle ochilib pastga tushib, mana bu PDL ni tozalasa, undan keyin tepada yopiladigan bo'lsa, shundan keyin narx tepaga ketishini kutsak bo'ladi, tashqi liquidity-gacha. Lekin bu proses paytida ham manba o'sha tashqi liquidity ustida bo'lish kerak hamma narsa. Buni sweep qilayotgan holatda bo'lish kerak agar tashqi liquidity ga narxda borishini kutayotgan bo'lsak. Lekin deylik bugungi candle da misol uchun ochilib, PDH ni yechib, undan keyin puls bilan tushib, mana bunaqa shaklda yopiladigan bo'lsa, mana bu grab sifatida o'tadi, ham grab bo'ladi va ichki liquidity gacha narx qaytishdan oldin pastroqda birorta CRT hosil qilib, birorta candle ni yechib, undan keyin ichkariga qarab ketsa, o'sha ichkarida FVG dan yana narxda pastga ketishini kutsak bo'ladi. Shunaqa shaklda qisqacha. Ya'ni marketda prям liquidity yechilgan, mana bu muhim liquidity buy sifatida ko'rilayotgan liquidity yechilgani uchun ham hozir bizda shunaqa market bo'lyapti. Va MTF ga o'tib, endi biz bozorda strukturasidan kelib chiqib, prям anaqa qilamiz, nima deysiz? Struktura og'taramiz. Misol MTF ga o'tib qarasak, bizda narx prям mana bu joydan tepaga qarab ketdi, to'g'rimi? Tepaga qarab ketdi. Shu manipulyatsiya deb o'ylayman, chunki kunlik time frame ga qaytsak, mana bu kunlik time frame da narx tepaga ketish uchun любой xuddi ichkigami, tashqigami farqi yo'q. Misol uchun bitta short term candle ni qo'yib, shu short termni yechib, undan keyin tepaga ketadi. Bizda birinchi mana bu PDRI zonani yechgan candle, mana bu candle. Shu short term candle. Endi buni yechgani tushadigan taqdirda ham qaytib tepaga borib yana sweep ko'rinishida yopila olmaydi. Tushunyapsizlar-da? Bu ham qanaqadir signal. Biz tashqi liquidity ga yurganimiz yo'q. Biz yana dash sellni davom ettirishimiz mumkin. Yo'q. Balki mana bu struktura buzilar, mana bu strukturada mana bu qaytadi-da, yana tepaga chiqqanda ichkiga qanaqadir MSS paydo bo'lar manbetlarda. Keyin yana darshi pastga qarab ketishi uchun. O'sha ikkinchi tema. Biz endi 1 soatlik time frame da bozorning holatidan kelib chiqib struktura og'taramiz. Men o'zim Telegram kanaliga qo'ygan edim, ya'ni narx mana bu tashqi liquidity ni yetsa, o'zi tepada edi, men tahlil qilayotganimda mana candle tepani yopilgan edi, yangi mana candle ochilgan edi. Shundan sell paysa qarayman deb turgandim, Londonda bo'lmagani uchun qaramadim prям. Kunni high nuqtasini ham biz stop loss qo'yadigan nuqtani ham London qo'ymagani uchun, ya'ni over dead zone qo'ygani uchun men prям pozitsiya qaramadim bu yerdan. Lekin kanalga tashlagan edim, shu pastga yurish kerak, mana bu tashqini yechish kerak deb. Shunaqa ham bo'ldi, tashqi liquidity-miz yechgandan keyin e'tibor bersanglar, sweep ko'rinishida yechdi. Undan keyin candle ham hurmat qildi. Mana bu liquidity tepasida yopildi. Endi mana bu candle уже grab qilib pastda yopildi, ya'ni. Endi mana bu candledan ko'p narsa kutmayman. Bu candle ochilib, mana buni yechib, ya'ni pastda yopiladigan bo'lsa, New York candle ochiladi. Undan keyin soat New Yorkdagi 8:00 va puls bilan tushganda mana bu yerda yechib bersa, undan keyin tanasi tepada yopiladigan bo'lsa, shundan keyin o'sha New York 9 dagi candle entry uchun qaytib beradi va ichki liquidity ga narxni yetkazadi. Va biz mana bu zonadan pozitsiya ochamiz, stopimizni momentga qo'yamizda, ichki liquidity ga narx kelganda bezubitkaga olib qo'yamiz. Agar dalshi tepaga ketadigan bo'lsa, okey.
take profitimizni urib beradi. Lekin dalcha tepaga ketmasdan, mana bu imbalansdan yana pastga tushib ketadigan bo'lsa, bezubitkamizni urib beradi. Biz shu imbalansda kursda turamiz, shu narxni yana shu imbalans pastga qaytarib olishi mumkin. Ya'ni chetdan sell ham qarab ko'ramiz, chunki narx mana bu joyda MSS berdi va mana bu struktura endi kuchli struktura, chunki bu struktura mana bu highni yechgan. Tushunyapsizlar? Mana bu high narxni tepaga o'tkazib yubormasligiga ananas ko'p prям. Shunaqa 5 minutlik time frame'da o'sha boyagi narsani, ssenariyni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda o'sha 5 minutlik time frame'dagi imbalansimiz New York Kill Zone deb bo'lib olamiz. 8 demak mana 8:30 ga New York qo'yib olsak, e'tibor beringlar. Shu zonada narx chiqib tepani yechgandan keyin New York ochilganda pastni tozalab beradi. New York stop losslarni yig'ishtirib beradi va shu atroflarda MSS beradigan bo'lsa bizga biz entry qilib ko'ramiz. 9:00 da candledan mana bu yerga narx kelganda biz bezubitkaga narxni olib qo'yamiz. Stopimiz bu yerda turgan bo'lsa, shu bezubitkaga olib qo'yamiz. Agar imbalans narxni ushlab pastga jo'natib bersa, chetdan ham sell qarab ko'ramiz. Agar imbalans ushlab qolib narx pastga jo'natsa, bezubitkamiz uradi va tepadan sellimizni ushlab qolamiz. Agar imbalans narxi ushlamasa, to'g'ridan-to'g'ri mana bu liquidity-ni target qilib chiqib ketamiz marketdan. Demak, shunaqa ideya ko'ramiz, price action'ni ko'ramiz. New York ochilganda prям aniq, tushunarli yurib beradi va shundan keyin biz o'sha yaqinda qo'ygan edim, YouTube blogga qo'yganman. Market kartasini ochmaguncha sen harakat qilma u yoq bu yoq degan ma'noda o'sha marketni kartasini ochishini kutamiz demak. Akalar, charchamanglar, update bo'lsa kanalga qo'yaman.